40 mingga kichkinaginani sotyapsiz deb aytganlar. Mana 47 mingga bor. Dengiz bor, 100 metr, chiroyli ko'rinish bor do'stlar. Eng to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Bilmadim, musulmon bo'ladimi yoki boshqa bir dinning vakili bo'ladi. Umuman inson uchun mana mehmonxona bunaqani sotgim ham kelmaydi. To'g'risi, lekin ilojim yo'q. Taklif qilishdi, men sizlarga ko'rsatyapman. Yotoqxonani ichida bittagina vanna do'stlar. Bilmadim. Men dam olishga oilaviy kelganda ham oila bo'tda xotin dam olib yotibdi-da, endi tasavvur qilinglar, mehmoninglar bo'lsa yoki farzandinglar bo'lsa, hojatga yotoqxonaga kirib kirish kerak. Endi iltimos qildi qurilish kompaniyasi, sot beringlar, 15 ta xonadonim qolgandi-da, 47 mingdan 55 ming yevrogacha. Shu yerda 15 ta xonadonimiz bor. Qani boshqa planirovkalarni ham kirib ko'ramiz. Bu yerda qanaqa ekan? Mana shunaqa xonadonlar ham bor. Dengiz, lekin mana 100 metr. Bu yerda faqat shu dengiz manzarasini taklif qilib sotsa bo'ladi va mana bu nima desa bo'ladi, chiroyli bir bog' qismi bor. Xullas shunaqa gaplar.